Mana do'stlar, bizda yana unpacking bo'lyapti, yangi modellar ochilyapti. Bu qaysidan ekan? Bu akuladan-ku aka. Ikki tomonga ochiladiganidan-ku bu. Buni yana bitta poyi bor, bilasizlarmi? Ha, o'shan yonma-yon qo'ysa ekan, o'zini hurmat qiladigan akalarimiz supermarketiga shunday joylaydi, sotuvi 3 barobar oshib ketadi xudo xolasa. Qani bitta unpacking qilaylik, ikkita yonma-yon qo'yib ko'raylik shuni. Va jonimdan, buni bilmabmiz aka. Buni bilmabmiz u. 682 litrligi. Voy, 6.8 kilovat, 6.8. 68 o'qib olmanglar o'rtoqlar, 6.8. Bir kuniga, sutkasiga 7 kilovatdan tok so'ramayapti. Va, mana bugungi unpackinglarimiz mana, qolgan modellarimiz. Ochamiz, uje sotib tugatib bo'ldik. Unpacking. Mana bu gastinsa, mana bu anaqalar uchun, aka, xizmat uchun, aka. Mashinani ham ochaylik, ko'rsataylik mijozlarga. Mana bular 158 litrlilar. Ana o'zini hurmat qilgan, oilasini hurmat qilgan odamlar oilasiga olib bersa juda zo'r bo'ladi-da. Qiynalishmaydi. Nimaga qiynalmaydi, bilasizlarmi? -10 dan -35 gacha ishlab beradi bular. O'z xohlagan temperaturani qo'yasiz, aytganingizda siz uchun ishlab beradi. Vo, mana bu Choco bananachilar uchun. Choco banana degan yangi biznes chiqqan hozir. Mana bugungi unpackingimiz.